Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qonunchilikdagi yangiliklar. Ipakchilik sohasida ozuqa bazasi mustahkamlanadi. Qarorga ko'ra, tomchilatib sug'orish tizimini joriy etish xarajatlari uchun yangidan tashkil etilgan tutzorlarning har bir gektariga Agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan 8 million so'mgacha subsidiya taqdim etiladi. Maydoni 2 va undan ziyod gektardagi tutzorlarga vertikal sug'orish quduqlarini burg'ulash va ishga tushirish, kanallar va boshqa suv havzalaridan suvni tortish uchun nasos stansiyasi va suv inshootlarini yangidan qurish va rekonstruksiya qilish bilan bog'liq xarajatlarning 100% ga, biroq 150 million so'mdan oshmaydigan miqdorda subsidiya taqdim etiladi. Mavjud tutzorlarni Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, tuman hokimliklari tomonidan olib qo'yish hamda ular joylashgan yer uchastkalarining yer fondi toifasini o'zgartirish qat'iy taqiqlanadi. 2026-yil 1-sentyabrga qadar pillachilik.uz elektron platforma ishga tushiriladi. Bunda mavjud tutzorlar, yer maydonlari, pilla yetishtiruvchi va qayta ishlovchi korxonalar ro'yxati, maqsadli ko'rsatkichlar va tuzilgan shartnomalar, ipak qurti urug'ining tarqatilishi hamda pilla hosilini qabul qilish jarayonlari platformada aks ettirib boriladi. Platforma doirasida pilla yetishtirish agrotexnikasi qoidalari to'g'risida o'quv qo'llanmalar va media kontentlarni o'z ichiga olgan mobil ilova ishlab chiqiladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.